Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga Kala guli Lilia zandeschinia deb ataladigan juda ham chiroyli piyolasimon gullari bilan mashhur bo'lgan, hamma biladigan o'sha Kala gulimiz haqida ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Kala gulimizni uy sharoitida ham yaxshi o'sadi, faqat yorug'lik va sug'orishga e'tibor berib turilsa bas. Asosan uy sharoitida parvarishlashda yorug'lik juda ham muhim rol o'ynaydi. Yorug' lekin juda ham kuchli yorug' tushadigan joydan, to'g'ridan to'g'ri quyosh uradigan joydan pana qilish kerak bo'ladi. Ertalabki yoki kechki quyosh tushib o'tsa, bu juda ham foydali hisoblanadi. Sug'orishda esa o'sib turgan va gullayotgan paytda tuproqni bir tekis nam saqlash kerak, lekin tuvak tagida suv to'planib qolmasligi kerak. Ildiz poyasi chirib qolishi ham mumkin. Kala gulimiz uchun tuproq esa asosan oziq moddaga boy, yumshoq va suvni yaxshi o'tkazadigan tuproqni tanlang. Tuvakning tagida albatta drenaj teshiklari bo'lishi kerak. Drenaj teshiklari degani, drenaj aslida mayda toshchalar yoki paxilloq idishchalardan qilingan mayda-mayda toshchalar deyarli hisoblanadi. Teshikchalar esa gul tuvakning tagi teshikcha bo'lib turishi kerak. Bu asosan havo almashib, ildizlarni nafas olishi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Kala gulimiz uchun o'g'it esa faol o'sish va gullash davrida gullaydigan o'simliklar uchun suyuq o'g'itni taxminan har 2 haftada bir marta berib turish kerak bo'ladi. Haroratda esa rangli kala navlari sovuqqa chidamsiz hisoblanadi. +5 gradusdan past harorat juda ham zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun sovuq paytda uyda saqlash kerak bo'ladi. Oq gullaydigan kala gullar ham deyarli sovuqqa chidamsiz, ammo ranglariga nisbatan ancha baquvvat gul hisoblanadi. Qishda eng muhim jihati esa kala gullab bo'lgach barglari sarg'ayib, qurib qolishi mumkin. Bu ko'pincha dam olish davri hisoblanadi va dam olish davri boshlanayotganini ham bildiradi. Shu paytda sug'orishni keskin kamaytirib, tuproqni deyarli quruqroq saqlash kerak bo'ladi. Bahorda yangi kurtaklar chiqa boshlaganda sug'orishni yana asta-sekin ko'paytirsangiz bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan xatolar esa qishda ham ko'p suv qo'yish, bu kala ildiz poyasini chirib ketishiga olib keladi. Shuning uchun qish oyi deyarli hamma kala gulining dam olish davri, ya'ni pakoy davri hisoblanadi. Shuning uchun gullarga deyarli suv quymaslik kerak. Bir oyda 1 yoki 2 marta tuproq holatiga juda qurib ketmasligini oldini olish uchun suv quyib turiladi. Lekin odatdagi sharoitda suv quyib turish mumkin emas. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lsa azizlar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda qaysi gul haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling, bizga obuna bo'lishni unutmang.